Sahobalar kasbning ibratli namunalari bo'lganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni 120 mingdan oshiq sahobalari birortasi tambal bo'lmagan, bekorchi bo'lmagan, tamagir bo'lmagan, hammasi mehnat qilgan. Jumladan payg'ambar alayhissalom ham ibrat bo'lganlar. Bola bo'lib qo'y boqdilar, yigit bo'lib tijoriy ish qildilar. Payg'ambar bo'lgach Madinadan yaqinroq joyda Jurf degan bir joyda Rasulullohning dehqonchiliklari bo'lardi. Ana o'sha xurmo bog'lari bo'lardi. Dehqonchilikdan, xurmo bog'idan keladigan manba bilan ro'zg'orlarni tebratganlar. Hazrati Abu Bakr mato savdosi bilan shug'ullanganlar. Hazrati Usmon, Talha, Abdurrahman ibn Avf savdogar bo'lishgan. Zubayr ibn Avvom qassoblik